Assalamualaikum ikrarlık zükrümelli. Keşkinler hayırlı olsun. Ben Adil Uygur, Uygur Tadqiqat İnstitutu namıdın. Hemmenlarga salam yollayma. Her hafta institutumuzun müdiri şundakla. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bilim Fakültesi Doçent Doktor Erkin Ekrem Malum bilen tüzüp kilatkan Halkara Vaziyet ve Kül Tertip namlı programımızınki yeni bölümü huzurunuzda buldu. Erkin Malum hoş geldiniz. Hoş bulduk, rahmet. Xitay Dövlətlik İstatistik İdarəsi Xitay nüfusununki azlab ketiyotqanligini bildirdi. Yəni 1 milyard 114 milyondan 1 milyard 114 min 12 minga tushib qolganligini, yəni 800 min nüfus azab ketganligini bildirdi. Xitay İstatistik İdarəsinin bu sonliq ma'lumoti bu Xitoyninki davlat rahbarlari yoki Xitoy doiralarida kun tartibi ko'p kammidi. Hatta bu Xitoyning cho'ng tarafdori davlati. Onun için kun tartibi kammidi. Faqat shu ijtimoiy tarafdorlarda bakroq kun tartibga kelgan bo'ldi. Ammo xalqaro matbuotlarda, xalqaro media organlarida nihoyatda bir qiziq nuqtaga aylanib ketdi, adishakim bo'ldi. Biz bugungi programmamizda Xitoyninki nüfus azlayishiniki yillardan beri tez sur'atda ko'payotgan Xitoy nüfusuniki birdilla demayli nüfusunki eşit sur'atniki astlab ketishiniki sabablari shundaqla Xitoyninki bu nüfusun astlab ketishiniki Xitoyning iqtisodiga, siyosiy qurilmasiga hatta bir qanday ta'sirlarni ko'rsatganligini, qaysi xil bir ijtimoiy masalalarni keltirib chiqarganligini bo'libmi Xitoyninki bu nüfuslik azlab ketishiniki bu jinsiyat nuqtasidan qanday farq borligini, buningki bizning Sharq Turkiston nüfusiga qanday ta'sir ko'rsatganligini, hatto bu Xitoyninki bu nüfuslik azlab ketishiniki rayonga bo'lgan ta'siri va dunyoga bo'lgan ta'sirini biz analiz qilishga tirishamiz. Erkin Malum, sizce Xitoyninki nüfusunun azlab ketishi nimadan derak bo'ldi? Siz buni qanday tushundingiz? Nüfusununki azayışınınki bir xili hamda yeni tug'ilgan bolalarninki soni azayışı ve shundaqla o'lganlarninki nisbisi, yani persenti tug'ilishninki persenti bilan mos kelmagan gap. Chunki o'lganlarninki soni tug'ilgandan biraz arasındaki bir tamponluk buluş lazım. Xitoyda bu tamponluk buzuluyordu. Yani qeyrilar yaşanğanlarning yeşi çoğaygan siri, yani yaşap git bardı. O yeni bala tug'ilmayotdi. Bu mu bir hazırki bu nüfus bilan münasebetlik bir mesele bu mu? Ama Xitoyninki esas bu nüfusununki azalışınınki sebebi hemimiz bilgendek 30-40 yıldan beri Xitoy şu tug'um kontrolünü kılıp kelyapti. Ve şundaqla hazır misalga deyli, en başta tug'um kontrolga uchrab qolganlarning yeşi hazır, yani bu orta yaşdan çoğ yaşlarga qarab minayotgan. Şununla bu kelgüsünde Xitoyninki bu xil yalğız balı bilan yaşap kelgan ve başka qirindashi bo'lmay, sap başı çoğlar bo'lgan bunda bir ahvalda yaşayan balalar, ya kızlar ya da oğullar, bular hamda Xitoyninki tez taraqqiyot qilayotgan davrlar tanqib qildi. Şununla bu ikinci sebep bo'lsa, şu hizmetninki yani bisimi, hizmetnin bisimi, hizmet vaktinin uzun buluşu ve şundaqla bu aldıraççılıktan balı tapamaslığı ve toy kılamaslığı ve toy kılgan takdirde mi ballarınki, yani küçük ballarınki çıkımlarını kötüremeydiğanlığı diyendek, yani bu çıkımının köp oluşu ve netice alamazlığının sebebiyle şu toy kılışınki persentini tövenliği, değil mi? Üçüncüsü hem de hazırki bazı ayarlar bolsa, misalga öy bo'lmasa, mashin bo'lmasa, ata-onanınki maddi jihatdan qo'llamagan bo'lsa ve tug'ilgan bolalarninki bu beqish meselesinde bir kapolat topolmagan taqdirda bularni to'y qilmaslikninki
tushüge, yani oyuga kirýadydy. Yani Xitayda hazır şöyle yeşi işip ketken kızlar degan gap to'liq işiltidi hazır. Çünkü 30 yaşdan işip ketken nurgun kızlar da toy kılınıyor. Az sebep mi ebekimen degandek ahvollar. Dördüncü bir sebep olsa bu şu bulup mu şu keyinki 3 yılda mavu Wuhan virüsü bilen birlikte o'ttirib chiqqan bir ahvol. Xitoyningki bu nol virüs siyosati bo'lsin va Xi Jinpingningki bu diktatörlük despot boshqurishi bo'lsin. Xohlagancha kontrol qilib, xohlagancha qo'yib o'tish degandek plansız strateji planı bo'lmagan bir xil siyosatni mang'uzishi nurg'un yoshlarningki hukumatga bo'lgan bu ishonchlikmi aziyib ketdi. Shuningga bu hozirgi shu hisoblar qilgan chog'da shu keyingi 3 yilning ichida 1 million bola tug'ilmabdi, hamda tug'ilish kerak bo'lgan bolalar tug'ilmabdi. Shuningga bu bunda ahvol deydi bu yolg'izlar bir xil minfrit, ya'ni bir xil yolg'izlar bir mesele mavu Xitoyniki mavu virusdan tüpeyli azalgan emas. Şu 30-40 yıldan beri ilip bağan şu tohum siyaseti bilen münasebeti bağlaydı. Hem de bu işlerini en yaxşı bilgenler hem de şu nüfus istatistik mütehassisler yaxşı bilir hem de. Ama Xitay meyli kaysi sebepten bolsun Xitayda bir nüfus azalışına qarab minvadıdır. Yani bir 80 yıldan kim Xitay nüfusunun ki 500 milyondan 600 milyongacha tushib qolganligini mi da'vodadir. Eğer de bunda bo'lib qolsa Xitoyningki mayli bu qudratli davlat bo'lay, mayli bu teknologiyada isim davlat bo'lay, mayli iqtisodda kuchli davlat bo'lay, bunlarning hammasi ham de bir tushish bo'lib ham de tugishidi degan gap. Onu sizge degandek bu ayollarning tug'ish nisbati deyli. Xitoyda normalda 1,66 ekan hamda. Mesela Janubiy Koreyada 0,8. Bu taxmin 2030 yıldan başlap Xitoyninki ayollarning tug'ish nisbati 1,10 qancha 15 ga tushib qolganini taxmin qilib ekan materialda o'qishuncha. Lekin bu 7 yil, yani 7 yil burun reallik aylanıp şu, Xitoydagi ayollarning tug'ish nisbati 1,66 emas da 1,15 yoki 40 nechaga tushib qolgan ahvol bor. Ya'ni hamma narsa taxminan burun hozir reallik aylanayotgan bir ahvol. Unisi Xitoyda o yosh bolalar, uşaq bolalardan boshqa qarigan nüfusni hisobga olmagan chog'da 15 yoshdan 60 yoshgacha ishlaydigan nüfusning sonimi bu Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki nüfus statistiki qaragan vaqtida %30%dan %60%ga chiqib ketgan ahvollarni bor deb shu bir sonliq ma'lumotni beribdi. Ma'lum bu biraz burun siz deb o'tgandek mana programma beshi ta'kidlab o'tdim uni. Bu Xitoyningki davlat rahbarlari yoki bu taraflarda belki kun tartib kelmadi bu. Hatta Xitoyningki bu Renmin universitetimiz, Xalq universiteti yoki Shanxaydagi dangliq universitetlar shu Xitoyningki nüfus haqida bir program qilibdi, analizlarni olib borgan o'xshaydi. Ko'pinchisi chet eldagi bu tadqiqot organlaridagi mutaxassislarga o'xshash bir ishninki obyektiv tarafidan bakroq bu ishni normal ishdek bir analiz qilgan ahvollar mavjud ekan. Sizce bu Xitoydagi bu tadqiqotchilarniki yoki davlat rahbarlarininki, hukumat doiralarininki bu ishga bek ko'ngil bo'lmaganda qiyofat kirilishining sababi nimadir? Bence şu siyaset siyasi bisimi var deb o'ylayman. Çünkü hazırki Xitoyningki şu boshqarish tuzimidan tüpeyli nurg'un Xitoylar shundoq hukumat bilan va Xi Jinping bilan tilkishib qilmaydiganligini anda bir qilibga kirib oldi. Ancha muncha bu siyosetninki to'g'ri bo'lmaganligini yoki manda siyoset to'g'ri bo'ldi degan adamlarni hammasini tasfiye kıldı. Yani çekki taktı. Yalakçılar hammasi etrafga yig'ildi. Bunda ahvolni ko'rgandan keyin hem de normal şu mutaxassislarmi şu hukumatninki Xi Jinpingning xohlaydigan gapni
deyishga başlaydı. Bo'lmasa, misalga Xitoy hozirdan boshlabla texi boy noktasiga kelmay turib, jamiyat qiyirishga boshladi. Chunki Xitoyninki mavu Krimning kishi beshiga taqatgan vaqtida bu 10 ming dollardan chiqaradi. Ama bu Japonya'nın misalga alsak, Japonya 30 ming dollar. Kishi beshiga tushgan pul 30 ming dollar bo'lgan vaqtida undan keyin bu jamiyat qiyrilishga boshladi. Yani Xitoyninki shu baldur mushundaq yosh nüfusununki azalishi, qiyri nüfusunun ko'payishi baldurla o'tirib chiqib qoldi. Bu chiqib qolgan ahvolni har qanday odam qarab buni tushunoladi. Ya'ni Xitoyninki shu nüfus meselesi nihoyatda ig'ir bir masalaga deb buni ko'ralaydi buni. Çünkü bu qiyr nüfusununki ko'payishi va shundaqla yosh nüfusununki azalışı Xitoyninki shu GDP'siga ziyon beryapti. Ya'ni agarda shu deylikki 200 milyon yoshlar dunyoga kelmadi, 200 milyon qiyirlar yashayapti eksicha. Bundan vaqtida shu 2050ga borgan chog'da Xitoyninki shu qiyirlarga tölemleri, misalga pensiya maaş, misalga ularınki davalaş, qiyirlarga bergen bazı imtiyazlar. Bularınki çıkımı 2 has köpeyip gidip GDP'ninki %2050'ga bakacakta GDP'ninki %30'unu xərcləydigan bir gap var. Yani hazır Xitoydagi harbiyga xərcləyən pulma bununki 5'te biridir. Yani bu Xitoy hükümetiga ig'ir keldiganligini şu addi bir matematik ya da statistik bir hesap bilan bunu chiqarg'ili bo'ladi. Ama Xitoy bunu doim misalga Wuhan virusini yushirib olgandek şu hazırda nüfusunun azlışı bile kelgüsünde Xitoyni acizlaştırıp koyduğun bir ahvalını kabul kılmay bunu yüşürüyordu. Hem de bizde bir gap var, hem de ki silahını yüşersen ölümün teyyarı degende. Şununla bu Xitoy çokum hem de bir narsalarni planlavadı da, oylavadı da bence. Bir narsalarni qilmoqchi ama hazırgıça evvelsiz degandek bu Xitoyda şu nüfus tədqiqatları pek keng ko'lamda emas. Misalga Xitoy her sahada axtarışlıq kitap çıkardı. Ama şu nüfus hakkında, nüfus tədqiqatı hakkında bir mi dokulat yok. Yani axtarışlıq kitap. Demek ki bu devletinin ki yani Xitoy devletinin sırrı. Bununla çekini kılıp olmaydı diye mana çıkdı. Şununla bunu yüşürüp, bunundakin şu yüşürün astıda asta bunu tüzüşününki planını kılıvatkan boz gerekti. Hozir siz deb o'tdingizlik ma'lum şu 2030-2050 yilgacha Xitoyning bu ishlaydigan nüfusu 200 milyon azab ketdi ekan siz deganingizda. Onun üstüge hazır hem de Xitoyninki bu umumiy ishlab chiqarish qiymatininki 10%i Xitoyninki bu ijtimoiy va SE'ye ajratildi ekan. Ama 2030'dan boshlab siz degandek bu 30% atrofidagi qiymati dedim shu SE'ye bilan ijtimoiy ishlarga ajratilganligini deyapti. Bunun sirtida bu faqat Xitoydagi bu ijtimoiy SE'ye undan keyin iqtisodga ko'rsatadigan bir ta'sirlari. Bununki rayonga ve xalqaro ko'rsatgan ta'sirlari var. Bilimiz bu dünyadaki bu Asya'daki ishlab chiqarish bazasi degan bir nomga ega bo'ldi. Agar bu nüfusniki qiyilishib ketib qolsa, ishlaydigan nüfus azab ketsa, nüfus temposizlik yuz bersa, bu Xitoyga emas, rayonga va dunyodagi ishlab chiqarishi va iste'molga ta'sir ko'rsatdi degan gap. Bu Asiyodagi bir davlat Hindiston yoki Vyetnamga ta'sir azroq bo'lishi mumkin, ama Yevropaga o'xshash allburun bayaşatçılık ütüp olgan bir
Xitoyga nisbatan ziyini texnik ko'p bo'lishi mumkin degan bir taxminlarni o'tirib qo'yapti. Shunday bir ahvol ostida mushu bir qiyinchilikqa yoki mushu bir masalaga sabab bo'lgan Xitoyga hozirdan boshlab bir xalqaroniki besim bo'lish ehtimoli bormi yo'qmi sizcha? Hem de bu nüfus meselesinde xalqaroniki bisimi bo'lmaydi, belki tavsiyeler bo'ladi. Yani bu nüfuska mandaq qil, andaq qil deb. Ama Xitoy uni qabul qilmasmiki deyman. Çünkü bu Xi Jinping'ninki ve hozirgi Xitoy hakimiyetiningki bir xususiyati aslında. Yani hech kimning gapiga kirmaydigan, o'zininkini to'g'ri deb devam qilayotgan bir ahvol bor. Bu misalga Xitoyning nüfusu azalganda başka ma'lum bir devletni qo'shal qiladi. Misalga Hindiston. Hindiston şu hisobda hamda mutaxassislarninki Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki mutaxassislarninki hisob qilganda 2050'ki bo'lgan chog'da Hindistonning nüfusu 1.7 milyar bo'ldi ekan. Bu Xitoyninki hozirgi 1.4 milyar nüfusdan ko'p. Eksice Xitoyninki nüfus ta'tirga, yani azayishga mangdu deydi. Shuningga bu baza hamda bundan keyin shu ishlab chiqarish zavodi deydi, dunyoning shunday bir salohiyatini shu Hindiston oldigan bo'ldi deydi. Degandek shu Xitoy sirtqa ichib o'tish bilan birlikda 40 yilning ichida chet shirkatlarga ba'zi imtiyozlarni berdi. Bundan keyin shu o'zininki nüfus shu alayligini ishlatdi. Ve shundaqla ishlab chiqarish kuchini kuchlantirganda ishlab chiqarish mallarning xillari, sonlari ko'paydi. Hem de bu g'arb dunyosi bilan urushmay, so'qishmay, yani Deng Xiaoping'ninki bir siyosati bor o. Shu siyosetdan foydalanib, g'arb devletler bilan bo'lgan munosabatdan nurg'un teknologiyalarni qo'lga tushirgan. Bu teknologiya bilan ishlab chiqargan mahsulotlarning soni ko'paydi. Shunday qilib bu Xitoy dunyoninki shu ishlab chiqarishninki bir markazi bo'lib qoldi. Hozir deydi bu Xitoy bundan nüfus azalgandan keyin shu salohiyatini tatbiq qo'ydi, ama Hindiston buningki yerini oldi deb Hindiston xushal bo'ldi. Ama Hindiston mümkün nurgun meselesi mi var, yani başka bir programda mı derimiz, yani ondan bir asan toxtamaydı. Bu Xitoyninki ebey degendek bu bir nima orta sınıf tuzak degen bir tuzuğu degendek bir ahvalga tushib qoldi hozir Xitoy. Yani bunda bulurdu. 10 bin dolar kişi başına 10 bin dolar düşken vaxtıda iktisadının terakkiyatını yenilaş lazım. Yani bunu teknoloji bile buluş mümkün, teknikle bile buluş mümkün, ama yenilaş lazım. Yenilamasa, yani şu piti kalsa aşı tuzakı çıkılıp bundan keyin şu işlep çıkış cette ki acizleşi, rekabetinin ki acizleşi ve şundakla bu maliyetinin ki bağısını ösep gitişi ve işlep çıkaran mallarda koşumcu bir kıymeti bulmayan mallarını işlep çıkaran için. Onun için iktisat teatürü karab mandır. Bu hazırki Brezilya degen devlet misalıga. Onun kim bu Cenubi Afrika degandek. Bular taz katlık tarafı kılgan. Hazır aşındak bir ahval düşüp kaldı. Eğer de Xitoyning nüfusu azalıp karab mansa, o vaxtda bu elbette degandek yenilaş, yani ıslahatını elip biriş, hatta inovasyon degen şu siyasetine elip birişimi kıyın bulundu. Yani Xitoy hazır şu nüfusdan tüpeyli bir xatarlik aslında hazır Xitoy. Ama bunu xalqaro matbuatlarda köp ko'rsatıyordu, ama Xitoyning ichida bunu pek talash tartış qilmayotdi. Aksicha bizning nüfusumuz hazır 1.4 milyar, yaş nüfusumuz xeyli bor. Bu qiyinchilik devrini asonla o'tkazib o'taymiz degandek gaplarni da'vat etdi.
Mavi nezriye cettin aşına değildi ama pratikte aşına bulamdı, bulmamdı. O mürekkep bir mesele tabii. Musulmon ma'lum bo'lib avlodda o'tirish to'qinishda bir ufqim borchu. Masalan bu 90'lardan kelgan tug'ilgan Xitoy o'smir yoshlar bor. Onundan burun tug'ilgan 80 yillarda 70'larda tug'ilgan bu Xitoylar bo'lsa, hokimiyatning mohiyatini yoki hozirgi Kommunist partiyasini yaxshi tushundi deb o'ylayman. Hatto bularning ko'pinchisi mushu sistemdan uzuqlanib ma'lum bir o'rin kelgan insonlar, ammo yoshlar dunyo taraqqiy qildi, internet umumlashdi, texnik umumlashdi. Ba'zi nurg'un uchurlarni 90'dan keyin tug'ilgan bolalar hech narsa ega bo'la oladi. Ularningki dunyo ko'z qarashi, turmush shakli, hayotga bo'lgan ko'z qarashi burunqi Xitoylarga o'xshamaydi deb o'ylayman. Ya'ni shu yangi yoshlar bilan burunqi hukumatningki yoki Xitoy Kommunist partiyasining ta'siri bak kelib qolganlar o'tirsa, cho'nglar o'tirsada bu cho'qim keyin nəhayət çox bir məsələ bu mədəniyyət sahəsində və ictimai sahədə məsələlər tug'ildi deb o'ylayman. Üstəgə bu 90'lardan keyin tug'ilgan bolaning ko'pinchisi bir bola. Undan oldingi bir bola bo'lgandan keyin bu bola tabiiy holda qanday bu jamiyatdagi hamkorlik ruhi deymiz yoki yordamlashish yoki o'zi sohib bo'lgan ego bo'lgan narsani boshqa o'rtoqlashishdan iborat qanday bir narsada tabiiy yetarlik bo'lmaydi. Ularniki bu jihatdagi eng sal to'roq bo'ldi hamda. Shaxsiyatchilikning bir umumyüzlük ictimai hadise aylanıp ketiş mümkün de. Muş meselelerini üzme Xitayga çoğun bir mesele keltirip çıkışı mümkün dep oylayman. Malum biz bu nüfusdan hem de hazır umum cihetini ta'liqlashtirishdik da. Cinsiyet nuqsini ta'liqlashtirish baksak, değil ben bir materyalda okudum. Bu Xitayda Xitayning tushanchisida er kishini ezib ko'rib yoki erlarni ezib ko'rib ayollarni tuyan ko'rishdan iborat bir idisi bor. Bu Kunzning idisida nəhayət çok ta'kidlandi. Bu uzun mezgil Xitoyninki mushu ijtimoiy jinsiyat va biologik jinsiyatga ta'sir qilib kelibdi bu. Hatto Xitoyninki bu ideyasi Xitoyning maqol tamsillari shunday cho'nqur ta'sir ko'rsatdi hamda. Mushu munosabat nurg'un maqol tamsillar bor. Bu maqol tamsil yoki mushu ideyaning ta'siri shaharlardan bakroq bu yezilardan cho'ng ta'sir bor ekan. Mushu yezilarda o'g'illarning soni favqulodda ko'payib ketib, qizlarning soni tushib ketgan ahvollar bor ekan. Bunda olğandan keyin bu o'g'illar to'y qilolmaydigan, bunda qizlarning soni yetishmaydigan ahvollar hali ko'p ko'rilib, nurg'un ijtimoiy masalalar ko'rilib. Hatto bu shundoq turibmi, ba'zi Xitoyning rayonlarida bunday o'g'il qiz bolalar tug'ilib qolsa, yoki qiz bola homila bo'lib qolsa bir ayol yezilarda yoki ba'zi rayonlarda darhol og'iz yutadigan, o'g'illar homila bo'lib qolsa uni tug'adigan bunday ahvollar mavjud ekanda. Ya'ni shu masalalarni balkim Xitoyning er ve ayol o'tirisidagi bu jinsiyat nuqtasidagi nüfus tamponliqni buzitish mumkin. Siz buni qanday qaraysiz? Doğru. Bu tamponluk buzuluş bu matematik cetten olsa bunun yaratkan bu cemiyet karakterlik meseleler var. Şu Xitay'nınki Milli Statistik Kurumununki bu belgen bir rakamına karşısak 2021'de 21 yaştan 35 yaş arasındaki ayal kişinin sani 3 milyon azıydı. Yani eğer de erkek ayallarına ten nüfus cetten, rakam cetten ten karaydıgan olsak azı 3 milyon erkek köp diyen. Bu belki Xitay'daki köp nüfus boğan bir devlette 3 milyoncuk bulmagan bile ama Avrupa devletleri de bulup mu Şimali Avrupa devletlerde bu 3 milyon artık böyle cinsiyet cetten erkekler artık ise o cemiyetindeki tamponluğunu bozuyordu diye. Ama şunda bozmak Xitay'da mı şundak bir ahval yaratıdı bir yerde. 3 milyon erkekler toy kılamaydı diye. Onda da bu ola neymiş kılmak lazım? Onda da çetelden kız ekiliş olur. Ya ki Xitay'nın işçide yaşavatkan bu aslanlık millet tırnak işçide dağıtma aslanlık milletlerinin kızlarını bulap talap kılındı. Hem de bu tamponsuzluk nüfusununki cinsiyet cetteki tamponsuzluk cemiyetinki şu tarihten beri kurup gelgen aile kurulmasını mı bozup koydu. Cemiyette nurgun ciderler bulancı talancı degende karşında vakalarımın çıktı. Şununla bu Xitay
bir bala degan vaqtida shu abaysiz degan Xitoy ziyniyatiga diqqat qilmagan gapda. Misolga ikki bala degan bo'lsa, bir qiz bir o'g'il bo'lsin debdi. U vaqtida uning tamponlari qo'g'dab qoladi bu tamponlarni. Ama bir yil degandan keyin ular shu erkekni topadi. Chunki erkek ularninki sülalesini devam kıldırgan erkek deb ko'rgandi. Tabii ki bu kız balası bu kılıp başına kalkan Xitaylan var ama ebekte degan rakamı kırgan çağda yanıla şu erkek nüfusununki köplüğü bir yerde çıkıp duruyor. Ama Xitay'daki hazırki Xitay Komünist Parti siyasi medeniyetliğe qaraydigan bolsak, ularmı şu esasen şu erkeklerini başlık misalga bugün Xitay'nınki Xi Jinping'in 3. kıtımlık hakimiyetinde en yukarı başkuruş heyetinin içinde kaç ayal var? Bir ayal var. Bu ayaldaki pensiye çıkıyordu. Şunun ayal makamı. Yani bu bişidikiler mi mışında boğandikin hem de tövendikiler şuna buludu. Yani budun kişilerine sel qaraydigan yoki nima chetga qoqadigan ahvol bo'ldi. Ama bunun bilan boshqa bir ahvol paydo bo'lyapti. Qizlar atva bo'lgan bir ahvol paydo bo'ldi. Shuning Xitoyninki hozirgi jamiyatga qaraydigan bo'lsam, shu chatma filmlarga qaraydigan bo'lsam, sap ayol kishi oldi planda erkeklar yalvarib yurgan ayol kishi uyninki igisi xo'jayin bo'lib olgan degandek başlanan narsalarni ko'ngil bo'ldi. Demek ki bu mu bir xil tamponsuzluk? Yani şununla Xitayninki kelgüsünde meyli siyasi kurulmasında bulsun, meyli cemiyet kurulmasında bulsun, o tamponsuzlukla Xitayni en az degende bir 80 yıl avarı kılgandek durdu. Hazır degandek bu endi o'g'illarniki yoki erlarning ko'payib ketishi, ayolning nisbatan soni ozlab ketishi ma'lum bir yakka vaqtda bir ijtimoiy masala keltirib chiqardi. Buni davlat hal qilishi kerak. Hal qilish nurg'un yo'llari bo'ldi deb o'ylayman, ammo yeni bir xil yo'li. Masalan, mushundaq erlarni bizning Sharq Turkistonga olib kirib, sen bu yerdagi yerliklar bilan, Uyg'urlar bilan, Qozoqlar bilan to'y qilsa deb tashviq qilish mumkin. Chunki hozir siz deb o'tganingizdek, Xitoyning ichida bu qizlar kamlab ketgan bo'lgandan keyin tabiiy holda Xitoyga hem meseleni hal qilgan bo'ldi o'zining ichida hamda bizden ibaret Uyg'urlar va Qozoqlarni hem assimile qilgan bo'ldi, hem u yerdagi masalani o'ziga nisbatan hal qilgan bo'ldi deb o'ylayman men. Ya'ni dal mush masala Xitoydagi erlarni ko'payishi, dal mush bizning Sharq Turkistonning bizningki qarindosh bu xonim qizlarningmi majburiy nikohlantirish, uylantirishdan ibaret bir masalani azroq munosib deb o'ylayman. Siz buni qanday qaraysiz? Bence şunaq buludu deb o'ylaymandim. Ben başka bir misalını berip onundan keyin sizinki sualga kelay. Bundan 10 yıl evvel şu bizningki Altay rayonunun şimal tarafda Altaylıqlar deydigan kadimi Türkler var. Onunkin Televot deydiganlar var. Onunki yuqori kısmında Tuva deydiganlar var. Şularninki bazı bu derslerle görüşüp aldık da bir nersini sordum abi Tuva'dan ve Televot'tan kelganlar. Ahvallar qanday bo'lyapti o burada. Xitoy karxonchilar eshaga beri zavod fabrikalarni shirkatlarni qurib, bundan eshadagi qizlar bilan to'y qilib, to'y qilgan bolalar bo'lsa hamda ayoli rus grajdani bo'lgan ekan, bolalarni eshada o'qitadigan. Deydi bu yerda bu ruscha o'qitish emas, Xitoycha o'qitishmi lozimdir. Bundan keyin boshlang'ich maktabni qurdi deydi. Ama bizning qizlar deydi, bu Xitoyni boy deb ko'rdi deydi, ular hamda kambag'al. Boyga tegdi deb kızlar hemmisi Xitoyga tegib ketib bordi. Xitoymi alayda mishalarga kelib chiroyli qizlarni tanlab ekitib bordi deb berdi hamda. Bu hamda bizning Sharq Turkistonda mı yaşanmadı bu ahvollar? Tibet'te mi yaşanmadı? Moğolistan'da mı yaşanmadı bu ahvollar? Hatta şu
Gansu, Ningxia, Qinghai degan rayondagi tunganlarning arasında mı bu ahvollar var? Yani Xitoy başka milletlerini o farklı bo'lg'achqa texmi yaxshi ko'ramiz yani. Hem de bizim memlekette kelsak hem de nurg'un videolarda ko'rdik, nurg'un xabarlarda ko'rdik. Yani bizim kızlar Xitoy bilan to'y qilayotgan ahvolni ko'ryapmiz. Belkim deyman, belkim mushu Uyg'ur bola Xitoy qizlar bilan to'y qilgan ahvollar bordir. Ama ko'proq ko'ringan ahvol hamda Sharq Turkistonning qizlari. O'tganda texe bir videoda ko'rdik. Videoda kız to'y qildi. Ama kızning ota-onasi kelmadi. Bunun kız hem de şu to'y qilgan marosimida yig'lab, mening o'sha yoshgacha baxtimla men to'y qilishga mecbur kaldım. Pul so'rayman degandek ashunday gaplarni qildi. Nihoyatda ichinishli hamdi bu. To'y deganda xo'shal xuram bo'lgan emas, ammo bu Xitoylarning qo'lida huquq bor. Xitoyning qo'lida pul bor. Xitoyning qo'lida imkonlar bor. Xitoyning qo'lida munosabatlar bor. Shunga bu albatta alayliklardan foydalanib, boshqa millatning qizlarini ilib, to'y qilib, balla tug'ib, shunday qilishga tirishyapti. Buni hammamiz bilgandek, Sharq Turkistonda bu hükümet yani öncü hükümet mesela teşvik kılıyordu. Yani aslında toy kılanlar. Şununla bugün belki şunday göründü. Bugün bu tuğulgan bala, Xitoy bilan Uyg'urning balası qanday cho'ng bo'ladi bu bala? Psixologiyasi qanday bo'ladi? Cho'ng dadasi, cho'ng onasi qabul qiladimi? Xitoylik cho'ng onasi, cho'ng dadasi qanday qaraydi buni xitoylashtiramdi? Bu da öz vaqtida Vyetnamda nurg'un Amerikalı Vyetnam qizlar bilan to'y qilib, tug'ilgan bolalarni Amerikaga akitamay qochadigan vaqtida. Shu yerda qilib, ularning tatmagan azoblar tamida yani jiq azob tatdilar. İzdırapni tatdi. Şunun o'xshash hamda bu keyingi avlodlarga bir xil bisim paydo bo'ladi. Bu hem de köpelek şu psikoloji cehdeki bisimler. Ezgikurmada biz bugungi programmamizda Xitoyning nüfusuniki yaşlaşışı ve buni Xitoyning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy ahvolga qanday ta'sir ko'rsatganligini va Sharq Turkiston bo'lgan ta'sirlarini analiz qilishga kirishdik. Ko'p rahmat sizga. Men rahmat etaman.